Ozgina kechga qoldim. Davron akamga o'g'lingizga aytib qo'ydim. Ozgina kechikaman deb ogohlantirgandim. Uzr dadajon. Sizga u narsa tayyorlab beray-a? Tug'ilgan kunini qilgan dugonangni ismi nima? A? Qayerda turadi? Nigora, biz u bilan maktabda birga o'qiganmiz, sinfdoshim. Sinfdoshing? Endi bunday qilamiz. Hozir men bilan o'sha dugonangni uyiga boramiz. Men kirib, tug'ilgan kun bo'lganmi, bo'lmaganmi, surishtirib chiqaman. Dadajon, men sizga yolg'on gapirmayapman. Dabdurustdan uyiga borsak, keliniga ishonmas ekan, qaynotasi poylab yurar ekan deyishmaydimi? Keyin men ota-onasini oldida kim degan odam bo'laman, dada? Menga qara! Kimni ahmoq qilmoqchisan? Kimni aldayapsan? Ishxonangdan chiqib, qora mashinaga o'tirib ketding. Nomeri 055. Keyin restoranga borib o'tirdilaring. To'g'rimi? Ana undan keyin chiqib birovni uyiga bordilaring. U yerda bilgan iflosliklaringni qildilaring. Dadajon, kimgadir o'xshatgan bo'lsangiz kerak. O'char! Gapni chuvalashtirma. Agar men seni kimgadir o'xshatgan bo'lsam, yur dugonangni uyiga. Shu gaplaringni isbotlab bera olasanmi?